Assalomu alaykum azizlar. Bugungi video roligimiz orzu bahoriy salati deb ataladi. Kerakli mahsulotlar: ravoch 2 dona, rediska 4 dona, ko'katlar 1 bog' kashnish, 1 bog' ukrop, zaytun yog'i va tuz. Dastlab ravochni pichoq bilan ildizlar po'stidan archib, so'ng mayda qilib somon shaklida to'g'raladi. Rediskalarni ham xuddi shunday to'g'raladi. Ko'katlarni yirikroq maydalab idishga solinadi va tappi kura, tuz, 1 qoshiq zaytun yog'i solib aralashtiriladi. Bu salat ishtaha ochish, ovqat hazm qilish sistemasini tartibga solish, immunni oshirish xususiyatiga ega. Azizlar, ravoch haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, bundan keyingi videolarimizni ko'ring. Sizlarga yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang.